Bu darsimizda foydalanuvchilar sozlamasini ko'rib chiqamiz. Parametrga kiramiz. Uchitni zapisga kiramiz. Va ishlanida o'zlaringning ma'lumotlaring turadi. Elektron pochta uchitni zapisga esa ijtimoiy tarmoq orqali akkaunt qo'shsalang bo'ladi. Variant bu xuddi eslaringda bo'lsa, kompyuterga parol qo'ymoqchimiz yoki bo'lmasam o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana shu yerdan xuddi shunday qilib polni o'zgartirib olsak bo'ladi. Семья другие pulsavatel. Eslaringda bo'lsa, biz o'zimizga qo'shimcha pulsavatel ochdik o'tgan darslarimizda. Xuddi shu joydan kirib biz ocha olsak bo'ladi. Mana bu narsaga ko'p aralashmanglar, bu narsa yaxshi emas. Ya'ni o'zlaringning ma'lumotlaringni boshqa akkauntlarga sinxronizatsiya qilish, ya'ni o'tkazish deyiladi. Iloji boricha bu kerak emas, yo'q qo'ymanglar.